Xo'p, assalomu alaykum azizlar. Mana chiroylikgina tufli postavkamizni bitirdik. Xo'p, juda ham chiroyli, ko'rkam ko'rinishda qildik. Mana ko'rib turganinglardek. Xo'p, balandliklarini ham balandgina qilib, yonlarini ham shiroki qilib berdik. Xo'p, zakazga. Xo'p, mana tortmalari juda ham chiroyli ko'rinishda. E'tibor berasizlar. Mana bu narsa, xo'p, salyaska deyiladi nomi. Mana shu narsa juda katta rol o'ynaydi. Bu narsani har xil turdagilari bor. Avvalambor zakazga qildirsangiz juda ham yaxshisini inshaalloh qo'ldan kelgancha qo'yib beriladi. Asosiy ishni shu narsa bajarib beradi mana. Baquvvatligini ham. Xo'p, e'tibor bersanglar, diqqat qilib turinglar mana. Tortmamizni polnisti ochilgan holatda ham o'zi tombamiz joyida qimirlanib turibdi. Og'anab ketmaydi. Nimaga? Bu o'zi yetarlicha xo'p chuqurlikda bo'lgan, kenglikda. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Xo'p, eshiklarini ham juda ham chiroyli qilib berganmiz. Ichidagi polkalarini betiga podsvet qilib klassika qilib berdik. Petliklariga ham e'tibor berib beramiz. Zo'rdan qo'yilgan. Aslida uni o'zi zakazga ish qildirishdan maqsad shu. Misol petliklari zo'r bo'ladi. Xo'p, kromka ablisopkalari misol yaxshisidan bosilinadi. Ruchka furniturlarida ham o'ta katta rol o'ynavoradi. Agar katta ish bo'ladigan bo'lsa. Xo'p. Asosiysi bichim, dizayn. Xo'p, orqalarini xidepdan qilib berganmiz. Ro'ya qilib. U yog'i ustani o'ziga dizaynni chiqarish, bichimini qilish. Kimga shunaqangi tufli postavkalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni yozib qoldiramiz inshaalloh.